Ota Sherning saboqlari kitobidan. Oldinga intil o'g'lim. Jasur ko'zlari yumilar-yumilmas uyqu bosib turgan holatda Dada, yiqilgan paytlaringiz nima qilganingizni aytib bering. Ota Sher chuqur nafas oldi. Uning ko'zlari uzoq-uzoq o'tmish sari boqib ketdi. Xuddi suratga olingan tasvirlarni tomosha qilayotgandek xayolga cho'kdi. Oydin ham jimgina akasining yoniga yotar, otasining navbatdagi hikoyasini intiqlik bilan kutardi. Ota Sher sizlarga eng og'ir, eng unutmasligim kerak bo'lgan saboqni aytib beraman dedi-da, yana chuqur nafas olib so'zini davom ettirdi. Yoshligimda bir kuni ov qilib yurib katta bir jarlikka qulab tushdim. Yer shunchalik sirg'anchiq ediki, qayta yuqoriga tirmashsam ham panjalarim sirg'alib ketaverardi. Qanchalar urinmay yana pastga qulab tushardim. Oydinning ko'zlari kattalashdi. Dada, qo'rqib ketgandirsiz? Ha qizim, birinchi kuni yig'ladim ham. Sher bo'lsam-da yoshman-ku. Ikkinchi kuni qaytib urinib ko'rdim. Uchinchi kuni charchab ovozim ham chiqmay qoldi. Yonimda o'ljam ham yo'q, suv ham yo'q. 3-kun, 4-kun, keyin 5 kun, keyin vaqtni ham unutdim. Jasur ich-ichidan voy deb qo'ydi. Ota Sher davom etdi. Bir kun umidim uzilgan, kuchim ham qolmagan holatda yotganimda qarasam, jarlik devorida bir chumoli og'ir donni ko'tarib olganicha harakat qilib tepaga chiqishga urinmoqda edi. Har uringanda yiqilardi, har yiqilganida esa doni yonidan yumalab ketardi. Ammo u yana borib donni tishlardi-da, yana tepaga qarab tirmashardi. Oydin kulib yubordi-da, chumoli ham yiqiladimi? Ha, dedi Ota Sher jilmayib. U ham yiqilar ekan, lekin eng ajablanarlisi u hech qachon taslim bo'lmadi. Men o'sha chumolini uzoq vaqt kuzatdim. U 1 marta, 2 marta, 10 marta emas, necha 100 marta urindi. 1000 martadan keyin sanoqdan ham adashdim. U 1000dan ortiq harakat qilgandan keyin o'sha og'ir yukni ko'tarib tepaga chiqib oldi. Keyin xuddi hech urinmagandek iniga xotirjam kirib ketdi. Jasur hayratdan shivirladi. 1000 martadan ko'p? Ha bolam, 1000 martadan ham ko'p. Va men o'sha payt o'zimdan uyaldim. Men sher bo'la turib bir chumolichalik ham matonat qilolmaymanmi? Shunda ichimdan kuch uyg'ondi-da, o'sha chumolga qarab yana urinib ko'rdim. Yana yiqildim, keyin yana. Ammo bu safar taslim bo'lmadim. Endi har safar uringanimda mening tajribam oshardi. Qayerga bosish kerak, qayerga kerak emas, men eslab qola boshladim. Bir kuni nihoyat panjalarim qattiqroq tirnaldi. Tanaffus qilmay yana tirmashdim va oxir oqibat jarlikdan chiqib oldim. Ota Sher bolalarga mehr bilan qarab dedi. Shunda angladim. Kuchli bo'lish yiqilmaslik emas, balki 1000 bor yiqilsang ham turib yana harakat qilishdir. Chunki har safar yana harakat qilganingda senda endi tajriba bo'ladi. Oydin yonboshlab so'radi. Dada, demak chumoli sizning ustozingiz bo'lib qolganmi? Ota Sher kuldi. Ha qizim, o'sha kuni men hayotdagi eng katta ustozimni ko'rdim. Kuch emas, iroda ustozini. Jasurning eshitganlaridan eti bijirlab ketdi. Men ham shunday bo'laman. Hech qachon taslim bo'lmayman. Ota Sher ularning peshonalaridan o'pib qo'ydi. Men ham shuni xohlayman. Shuning uchun har doim aytaman, har doim oldinga intil o'g'lim, qanchalik qiyin bo'lsa ham.